Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar tarbiyatiga xush keldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men bugun Gretsiyaning Antiparos aralida, ya'ni bu aral biz turadigan qarshi tarafdagi Paros aralining qarshisiga joylashgan. Ya'ni kelib bugun Antiparos aralining eng chetidagi bir yerga keldik. Bu yer bekmi chiroyliga. Shunga dengiz bo'yiga berib yaxshiroq bir o'rinni tanlab shu yerda sizlarga Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli romanini o'qishni davomlashtiraman. Bek chiroyli manzilga. Gretsiyada nima ko'p desa, men chirkov ko'p deb javob bermajim. Mush eng chet yerlarga, eng egiz yerlarga chiqsimi, mana shunday chiroyli chirkovlar bor. Bu chirkovninki o'ng tarafida mana shundoq vulqonlar portlab paydo bo'lgan manzarlar bor ekan. Ondan dengiz suvi bu yerda bekrak shovqinlab, ya'ni shamol sal kuchliroq ekan ma tarafida. Ammo yana bir tarafida sal yiqroq boray. Yana bir tarafida har holda sal tinch, shunchalik bir chiroyli manzara. Tövanga tushib shu yerda o'qib berma asarni. Odatda yarim soatlik asarni o'qish uchun agar sirtda o'qisam oz deganda 1 soat, 1,5 soat, hatto ba'zi 2 soatlar sarf qilishga to'g'ri keladi. Chiroyli bir ya'ni tepish uchun undan boshqa shu ovoz sifatining yaxshi bo'lishiga kapolatlik qilish uchun xeyli ko'p hasham ketadi. Lekin kitob o'qish munberimizdagi qarindoshlarimizning yaxshi bahra elish uchun qanchalik qilsak arziydi deb qarayman. Bek chiroyli, bek chiroyli. Texim yiqroq boray. Wow. Hem degan güzel. Olala. Güzellikni. Nem degan güzel ha. Müşə joylashib o'ltirib asar o'qishni boshlaylandi. Qars to'ymaydi odam bu manzaraga. Shundoq yaxshi joylashib oldim. Shukronlar. Amsa Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Ko'z yoshlarim sal bo'lgan chaqlar. Deyishar, unutar hammani vaqt. Aslima g'uvolab qarar bargancha. Yo'q, undoq emas u. Ba'zan aslima kuchiyar, vaqtimiz o'tsimi qancha. Bugun onamning 3 nazirini berdik. Oq sallilik, uzun yaktaklarni kiyishgan bir-biridan salobatlik buvaylar oyga uzilmay kirishyotdi. Kichik chog'larimda bundaq buvaylarni ko'p uchirtatdim. Yiroqdan ularning nalliq o'tiklarining kuchlik ham vazmin tevishini, yutilib belgi berishini anglagan ayollar darhol o'zini daldiga oladi. Biz qizlarmi, o'ynayotgan bolalarmi ularga yo'l berib, aymingan holda qarab turishadi. Oramizdagi sal chechenrak ba'zi bolalar "Assalomu alaykum, hojim dada" deb salom beradi. Buvaylar darhol salom qaytirib,
Ve aleyküm esselam ballarım. He, kimning balısısın? Salamыңдан dadağını bilgendek bolup men. Deyişige kimdir birisi dadımızның ismini dep beretdi. Barakallah balam, çoңlarını hürmet kılganыңga barakallah. Ata-anаңga rahmet, obdan terbiye apsın. Allah iman insabыңны bersin. Bizdek bolganda başkalar senin mi? Şundak hürmet izzetіңni kılgay. Amin. Dep dua kılışat. İnsan hiç kaçan kimdin kaçan toğuluşunu, kaçan qayerda qandaq taqdir bilan ölüşünü bilgen emas. Lekin insanның haqiqiy baxti fazilatlik ota-onadan yaxshi tarbiya elishi bo'lsa kerak. 9 ay, 9 gün ana bağrida muhabbet bilan yetilgan. Xolisi tugilib, xolisi kerilib, xolisi tepib, erkin yetilib atqan bu vaqt ana bağırdaki yaşaş vaqti to'shib, bu yo'ruq dunyoga tushish buyurilganda zodi tushgili unamaymish. Ana achchiq to'lg'oq azobidan tezroq yeniklab, yurak parisi bilan tezroq didorlashishni armon qilib nola qilsa, bu vaqt men bu keng dunyoni tashlab, u tor dunyoga tushmayman deb unamaymish. Keyin farishtalar ossi bilan bu vaqtni ittirib tushirib yetarmish. Bu vaqt amalsiz achchiq nolisi bilan o'zi uchun keng dunyo bo'lgan ana bag'ridan yig'lab tusharmish. Keyin anasining bag'riga mahkam besib, ko'ksidan o'g'il suti berishi bilan oldinib bu dunyoga asta-asta ko'nib qolarmish. İnsanning oson oldinib qilishimi shuningdan bo'lsa kerak. Balalık çağlarımızda ata-analarimizning suyumlik aldışı bilan çoğ bo'ladi ekanmiz. Masalan, bu ishni qilaversan pul beraman, imtihonda yuqori nomer olsang sayohatga opiraman va hokazolar. Keyin shu bo'yicha qilsak, pulning o'rniga o'yinchoq, sayohatning o'rniga bog'chaga opirib qutuladi. Lekin biz buni cho'ng aldash deb qaraydik. Chunki biz bu dunyoni ana bag'rida keng ham samimiy deb tushunardik. Amaliyotda mehr, muhabbat yoshiringan bu aldash bizga yana bir xil suyumlik tuyg'ularni beradi. Yoshligimizda ochliqning aldishiga uchraydi ekanmiz. Ota-onamizga ishongandek ishongan odamlarimiz bizni rahimsizlarcha aldaydi ekan. Bu aldash qoldirgan saqaymas jarohat ruhiy dunyoyimizni tushkunlashtirib, hech kimga, hech qanday so'zlarga, hatto dabdabalik va'dalarga ishonmas qilib qo'ydi ekan. Hayot, turmush besimi buningga qo'shilib, bizni texmo ma'naviyatda ichir qilgan bechoralardan qilib ulguradi ekan. Bu ruhiy kamtuklik hatto mijoz xarakterimizga ta'sir qilib, bizni qo'pol, muhabbatsiz qilib qo'yadi ekan. Bu qirtaq mijozimizning tajovuziga hatto ashu muloyim ota-onamizmi uchrab turadi ekan. Lekin ko'ngli ko'ksi keng ota-onamizning apu dostixini har qachon oldimizga seliqliq turadi ekan. Yeni bir bab. Kütülgen taqdir. Ötmüş kolunu çıkardı. Pichirlidim öksüp qalbimdin. Onun qo'lidagi gullar, lablarida o'ynagan jilva yo'qoldi bir tushum sathidin. Ana, ocham nemishqim men bilan qo'rchoq o'ynamay Iroqqa ketdi? Bu taqdirning o'rinlashtirishi qizim. Shu shaharga yeydigan rizqi bor ekan. Bu 6 yoshga kirgan yilim 12 yoshlik ocham san'at institutiga o'qishga manganda so'ragan savolimga onamning bergan javobi edi.
Yani şu yili rahmetlik momam, anamның anısı tügep ketkende, anamның құчқыға chiqib, yüzünü sılap, söyüp, kulak tübege kelip, asta soğurgan balalarca sualım hele hem yadımda. Ana, çoğun anam emdi zadı qaytıp kelmemdi. Bu sualımdın anam teximo hasretlik yığılap ketken. Mağa berdiğan cevabını qoşaq qılıp yığılap, hemmeylenni yığıltıp etken idi. Vay kelmeydi canım kızım. Bu Allah'ın takdiri kızım. Peşanımızga pütülgen takdiri kısmet bu kızım. Çoğun anınız kelmez ki ketdi kızım. Bizni beqib, bizni asrab, nəbirlerini beqib, japayımızını tartıp, rayetimizni körmegen anam kelmez ki ketdi kızım. Meni aram elib alsın dep, keçisi meni oygatmay, balalarımga qarab, silerini beqib bergen anam, o dünyaga ketdi kızım. Ecep, beqib almaptı eken men. Anam мәңгі енімді тұрыды деген болғоймедім. Тартышқан өйлерімі қалады екен, чыдымыған балаларымы қалады екен. Vay şu, mal dünyamı қалады екен, әмміз қалады екен. Ата, ana қалмайды екен. Anamның жүрекіне ездіған еғысыға чыдымай, Buduruk kollarım bilen anamның көz yaşlarını sürtüp, menmu esedep yığılap ketken edim. Anam meni bağrıga besip, müremge yenik urup koygan. Ve şunundan keyin anam başqıça jimgirlişip ketken edi. Anam xiyalga çöküp olturup yığılap ketetdi. Talay ketim kitap okup taң atqızgan edi. Ona Nemişki keçisi uxlamay kitap okuysan, desem, kitap peyğallarımni alıdı. Gəm qaygılarımni birden bolsumu taskoyga düşürüdü, deydi. Anam kitap oqishni bək yaxşı görətdi. Bir kitap qoluğa çıqıb qalsa, kündüzü öy işleri bilen vaxtı yetmese, keçisi uxlamay okup tügütətdi. Kitapni köp okuğaşqımı, Ədəbi, lirik sözlərini işiltətdi. Təbiət təsvirlərini, obraz təsvirini kitabdikidək təsvirləydi. Personajlarının işki hissiyatını öz hissiyatidək sözləydi. Bir əri adam haqqında sözlüsə, palani kitabdiki, palanidiki köngli uçuq adam ikən, palani kitabdiki poponudək qov, məkkər adam ikən, bundaq adam ahiri bayram bolmay qalmaydı. Lekin özü vayron bo'lg'icha bir muncha pokiz yurakni qon zardab qilib etadi deydi. Anam odamlarning so'z harakatlariga bek diqqat qiladi. Chiroy qiyofatiga qarab odamga baho beradi. Bu qizning ko'ngli zodi bir yerda emas. Ko'zi tinch turmaydi. Ko'ngli tinch bo'lmagan odamning ko'zimi tinch turmaydi. Bir kitapta uxlayotgan odamning ko'z olmasi medirlisa, tush ko'rayotganining ifodasi deb o'qiganman. Ko'z bilan ko'ngil bir gap deydi. Bir odam bilan so'zlasangiz, ko'ziga diqqat qiling. Bu ham hurmat, ham ko'p ishlarni sezalaysiz deydi. Birsining uyiga borsangiz, chiroyiga diqqat qiling. Mehmon yoqmag'idek kayfiyat bo'lsa, chiniqachiga tegib bo'lg'icha ishim chiqib qoldi deb keting. Deb nasihat qiladi. O chaqlarda bu so'zlarni to'la anglab, gapning beshi chiqib bo'lg'icha, "Voy buni bilaman, to'la anglab yod bo'lib ketdi" deydim. Mana bugunga kelganda bu so'zlarning hikmat ekanligini his qilmoqdaman. Anam onasi haqida ko'p ishlarni so'zlab beradi. Şu talay hikayeler içindeki bir hikaye elimi yürekimni larsiga saladı. Çünkü bu momamningla hikayesi bo'lmasdan talay pidakar analarning hikayesidir. Bu xil pidakarlikni faqat va faqat onalarla qila oladi xolos. Anam mundaq hikoya qiladi.
Rahmetlik anam Nisaxon ota-onasidan kichik yetim qilib, hammasi Nurnisaxon beqib cho'ng qilib, dadam Ahmad Yusufga yotliq bo'pti ekan. Anam dutar chelib, naqshi aytishga amroq edi. Cho'ng anam Cho'lponxonmi, cho'ng dadam Yusuf Axunmi dutar chelib naqshi aytadi ekan. Anam har bir naqshini aytib, shu naqshining tarixini qo'shib so'zlab beradi. Masalan, bu naqsha Matitay davrida Tungan yig'iliqida chiqqan. Dutar chelib, mushu naqshni aytib olsam, bir necha askar ho'ylimizga kirib, qo'limdagi dutarga hayron bo'lib, qo'ldan qo'lga elib, bir nimalarni deb qoldirilishib ketishgan. Rahmetlik anam o'zi ona mehriga qanmay cho'ng bo'lg'ashqimikin, bizni bag'riga besib, mehr bilan cho'ng qilgan edi. U chaqlarda jahon hozirgidek tinch, xotirjam bo'lmasimi, bir xil mehr muhabbatli kayfiyat bor edi. Ishkimizga qulub salmaydik. Hamma oila shunda qiladi. Uyimizda odam bo'lmasa, qo'rsqimiz ochsa, qo'shnimizning uyiga kirib, non qo'ygan yerdan elib yeb chiqatdik. Biz 6 bola edik. Ba'zi onam rahmatlik tomoqlarni qochilarga bo'lib bo'lib, o'zi qattiq nonni yeb o'ltiradi. Ana, sen nemishqa tomoq yemaysan? Desam, mening qo'rsqim oshmadi. Quruq non yeyish odamga foydali. Oshqozonning ho'lligini oladi, deydi. Qozondagi tomoqni bizga pak-pakiz usib berib, yangla. Mushu vaqtda yelikinlar to'shmasa bo'lmaydi, deydi. Mana bugungi kunda menmi ona bo'lib, onamning qalbini to'liq tushunyapman. Uxlab beringlar. Mening uyqum kelmadi. Bu kirlarni yuvib yetib yotdim. Bu chilini sen sovuqni ichib ol. Men faqat usumidim. degan bu so'zlar dunyoda anadan boshqa har qanday inson o'z nafsidan kechib oldirab deyolmaydigan so'zlar. Mana bugun söyümlik anamning har bir so'zini, har bir harakatlarini eslab, uning kaynida ajoyib bir fidokorlik borligini cho'nqur his qilmoqdaman. Anamning yuqorqi hikoyasini hozir eslasam, yurakim qo'qasda puchilagandek etishadi. 2005-yili dadam qazo qildi. Rahmatli anam 48 yil birga yashagan. Allaqachon hayotining bir qismiga aylanib qolgan hamrohidan ayrilib, bir kechada qiyirib ketgandek bo'lib qoldi. Mükemmel aile yosoni ichida cho'ng bo'lgan anam razi, xudo razi degan aqida bilan yashab, oila, jufti haloli, farzand uchun muhabbat ham yoshligini badal qilgan edi. Anam onasining san'atlik tarbiya muhitida yetilgan romantik qiz. Dadam to'y ma'rakalarda bag avlodi deyilib, tör sürüştürüp o'ltirdigan, ayolları sharma hayolik jamatda cho'ng bo'lgan odam edi. Anam kitoblarning o'zini hayajonga solgan bo'laklarini bizga o'qib beradi. Ondan o'zining hissiyotini qo'shib so'zlab ketadi. Qarang, bu qizning hissiyotini xuddi mening hissiyotimdekla tasvirlabdi. Kichik vaqtimda men shundoq nozik edim. Oson xafa bo'lib qolatdim. Maktabda san'at ko'rjikida edim. Darsdan tushib, ko'rjikda turli nomer tayyorlaydim. Do'stlarim Mahbarat, Raziya, O'riyat, Tursun Pasha ko'rjik zali oldida saqlab turadi. Uyga qaytguncha qator tizlashib, kulishib mang'atdim. Chatkirak chiqib qolsam, xafa bo'lib jimib qolatdim. Voy Gul oyim, sening chatda mengishni yaxshi ko'rmaydiganligingni unutib qopdiq. Kela, o'tirdim-man. deb meni arg'i elib mang'atdi. Yenimizdagi pullarni yig'sak, aran bir qacha lampon keladi. Beshimizni bir qachaga tiqib elib yeydik. Rahmatlik anam bularni deb berib etib, shu chaq ko'z oldiga kelgandek qaqaqlab kulib ketadi. Anamning esil fazilatining biri do'stlariga bo'lgan aqidasi,
vafadarlıqı, ularını taşlamay izlep turuşu edi. Anam taki hayatının ahırgıca başlangıç mektepte birli okugan dostları bilen taşlaşmay qeyrindaşlardek yakın ötken. Ölüp ketken iki dostu üçün bek azaplangan edi. Ularning ruh üçün dua qılatdı. Burunqi dostluq əslimələrini sözləb yıqlap ketətdi. Dadam tügep ketkenden keyin anam asan atçıqlandığan, köngülsüz keşmişlerini köpek tılğa aladığan bolup qaldı. Bu xil kayfiyatның azap hem iç ağırqının ifadelenişi ekanligini faqat öz peşimge kelgende. Özümmü anamның iç ağırqıga çıdamay terikkek, asan atçıqlandığan, asan renjeydiğan ançiki işlerini mı zığırlaydiğan bolup qalğandıla düşengendek boldu. Bu günlerde başqalardan anlığan iç ağırqıga kesel bolup qaldı, iç ağırqıga tolu yığılap közüge ağ düştü, iç ağırqıda ölüp ketdi degen sözlerinin vəznini düşendim. Dadam tügep ketkenden keyin anam bargan seri yalgızsıraydigan bolup qaldı. Irak yaqındaki balalarının, nəbirlərinin gepini qilib körgüsü kelgenligini deydi. Anam bilen hemmeden köp bille bolgan, bille yaşıgan mı men? Şundaq bolgaçqım ekin, anam arqılı analarının en nazuk his toyğularını, ularının yeşi çoğaygan seri nemege muhtaç ekanligini çoğunqur düşendim. Anam her bir balısının telefon qılmağanlıqıga qancha gün bolğanlıqını, telefondaki intonasiyasidan kayfiyatının qandaqlıqını bilip sözlep ensirep turatdı. Bununğa qarab men ularga anamның ensirep qalğanlıqını, telefon qilishini deb çandırmay uçur yollab etdim. Keyinçe anam bu işimni mi bilip qaldı. Bir günü radyoda bevasita naqsh talab qilish programmasini anglab o'tirsak, bir momay naqsh talab qildi. Momay birdamlik jimjitlikdan keyin bu naqshini bolalarni seg'inib, shular uchun talab qilganligini deb öksüp yig'lab ketdi. Bilimen, balalarimning xizmati aldirash kelolmaydi. Shundaqdimi kunda birer qitim telefon qilib qo'yishini umid qilaman. Balalarimni kunda ko'rib turmanmikin deb qiyirdim demay, nabirlarni beqib berdim. O chaqda balalarni ko'rish uchun kunda kelatdi. Ularmi cho'ng bo'lib yasliga, maktabga ketdi. Qarsam, anam yig'lab etibdi. Voy, nimaga yig'laysan ana? Sen yolg'iz qolmading-ku, men bor-ku. Hamma balalaring yo'qlab, kunda telefon qilib turadi-ku. Dedim anamning ko'nglini yasab. Hay, sizlar onlarning ko'nglini hargizmi tushunmaysizlar. Odam cho'ng bo'lgan sari balalardan qo'rqadigan bo'lib qoladi ekan. Amaliyotda qo'rqish emas, ularning ko'nglini oyig'inimiz. Balalar keladi, kelishidan ketishi tez. Bir puti talada. Ata-ana yaşanganda ballarga zadi qanmaydi ekan. Yenimda uzoqroq o'ltirsikan, ko'proq paranglashsikan deb chanqab ketadi ekan. Lekin balalar buni tushunmaydi. Ularmı kelgüsüde ata-ana bolganda, bizdek yaşınıp balasının yoluga telmürüp qalganda andın bizni əslaydı. Lekin o çağda bizning quyruğimizni qum basıdı. Sit, anam dese yerden sada çıkmaydı. Dedi anam ohsunup. Anamga köp təsəlli beretdim. Keyinçe çaq-çaq qilib, "Opa, sana bir hamroh tepib beraylik-mikin, seni qayta yatliq qilib qo'yaylik-mikin" deb qo'ysam, shunda xafa bo'lib ketgan edi. Ananing balaning ko'nglini ayab, ajoyib qurbonlarni beralaydigan fidokorligi oldida bu tilimning uchidikila gap. Ko'nglimdagi so'z bo'lmasligi mumkin. Chunki balalarning yot bir odamni dada deyishi herkes asan emas. Belkim
Балалар анысыға күнді келіп, әмірақ болалмайдығалығы үшін, анысы үшін bu адамға яқшы muamele қылсымы, лекін ят көріп, юрекінің бір ері ағырып тұрдығалықыны ана толық түшенеді. Шуңа өзінің muhabbet сырап өтішіге чыдайды ки, баласының bu себептің азапланышыға чыдамайды. Anam күнді өйді олтырып, зеріксі керек, тұрыпла акамның, енімнің өйлерге беріп, нәбірлеріні көргісі келетті. Яны тұрыпла, болдыла, келінлерім ішләп асса, анам бәрдәп, бардыған ерігі бар алмай, қыладыған ішіні қылалмай, баламның тіліні қысқы қылып қоймай, дәп, дәрхал ялт етті. Analar, балаларының көңлінде деп, оларны аяп, асырап, ойлығаларını қылалмай, әтті дейәлмәй өткен аналар. Талай мүшкілат білән оғыларыны бекіп, елік тоссын деп, 2 яшқа кірігічі еметіп, қатарға қошып, тәғдір рәсқіні қошқан бір қызның қолыға разы, рызалық білән өзі тұтқызып, ақыры оның yoluға қарап, көзіге тәлмөріп, arman bilen ketken biçara analar. Jigitler, erler, anаңлардың перзентлік мехер muhabbetini kızgını batkan aşu ayallarыңlağa. Anam bolması men näde? Men bolmasam sen näde? Sen mu, ana emes mu? Bu yüreknin talay işki anаңларды mı bar? Senin ornun aman közümde. Anamның орны аман қалып төрімді. Bu орынларға ешкім пұтлашмайды. Мені ата-анамғы му, қиырындашларымғы му бәрген. Bu dünyada көзімні içip көргінім шолар. Anam meni sanılı toğup bergen emez. Men yine bir munç adamge, uruq tuqqan, dost yarallarımgi mu kerek? Dаңлар. Deniz dolkanı. Kutumda çekeldi. Şakası. Yeni bir bölüm. Esil ruh. Qayaqtın duru keldi soğuk şamal. Közlerimni yumdum bir maçal. Həsrət bilən nəmdilib mənzin, yanar yıldız tərkdə tapdı. Nereye çıkıp gitti bu su? Ay. Orun yötkelgim yok. Olduqlığına müşahsatlar bolanglar. Yapaq etdi. Oldu endi ya. Sel. Bismillah. Sonkam istikrak et koyayım. Stop. Bu kanallar yok. Vaqtimda Pakistanның hikoya filmi Мәңгілік muhabbetdə baş qəhrəman Hamid bilan Ruxsari ölüb ketgəndə ruhining osmonga ko'tarilgan ashu bir ko'rinishiga hayron bo'lib, anamdan so'ragan edim. Sal yetkelsem bo'lamdi nima? Suv pek bordim oyoqqa.
Qayta koyayım yani. Ha? Esil ruh. Qayaqdındır keldi soğuk şamal. Közlerimni yumdum bir macal. Hasret bilen nemdelip menzim. Yanar yıldız, kirpikte tal-tal. Kichik vaqtimda Pakistanning hikoya filmi Manguluk muhabbatda bosh qahramon Hamid bilan Ruxsari o'lib ketganda ruhining osmonga ko'tarilgan ashu bir ko'rinishiga hayron bo'lib, onamdan so'ragan edim. Ona, o'lib ketgan odam yana tirilamdi? Osmonga chiqib ketamdi? Onam bu savolimga yiroqlarga qarab o'tirib, hasratlik xo'rsinib, bunday javob bergan edi. Bu dünya bizga mangulik boqimanda emas. Biz o'lib ketgandan keyin tenimiz tuproq ostida qoladi. Ruhimiz u dunyoga qaytadi. Uchib yurib bu dunyodagi hamma ishni ko'rib turamizmish. U dunyoda nima ish qiladi ana? Bu dunyoda qilgan ish amallarimizdan hisob beramiz. Yaxshi ishlarni qilsak jannatga kiramiz. Nemini arzu qilsak shunga yetamiz. Yomon ish qilgan bo'lsak do'zaxga tushamiz. O't ko'yimiz. U yerda mavu balam edi, onam edi deb uni qutqizolmaymiz. Hammamiz o'zimizning qayg'usida yuramiz. Shunga bu dunyoda to'g'ri ish amallar bilan boshqalarga yaxshilik qilib, esil sifatlar bilan yashashimiz kerak. So'riqi, egisi bor dunyo bu. Qachon o'lishimizni, qanday o'lishimizni hech qaysimiz bilmaymiz. Hammamiz ashu ketsa kelmas dunyoga ketamiz. Yaxshi ko'rganlarmi yig'lab qoladi. Raqiblarmi qoladi. Hamon ketamiz. Anam shundoq davitib yig'lab ketgan edi. Mana bugun shu so'zlarni o'ylab, onamning jismini qo'yniga olgan tuproq beshida o'ldiraman. Yig'a, motam musibatdan ig'irlashgan beshimni tasti ko'tarib osmonga qaradim. Ko'zim onamning ruhini izlamoqda. Ko'zim topolmadi-yu, yuragim topdi. Yuragimni qamonlab qabriga yo'linib qoldi. Qo'llarim duoda. Titrab turgan jonsiz aloqalarim ko'z yoshlarimga to'lmoqda. Ah, ana. Allah sana jannatdan o'rin berar. Ah, ana. Talay analarga o'xshash sen bir ömür bizning kirqatlarimizni yuding. Buning bilan gunohlarini qo'shib yuding. Kecha uxlamay bizni emitding. Dunyodagi eng go'zal ibodatni qilding. Muqaddas Ka'bani supurgandek uyimizni talay qitim supurding. Chunki oilani muqaddas bilib qadrlading. Bir ömür bizga dasturxon raslab, dasturxon atrofiga o'rinlashtirib, bir ömür bizga dasturxon raslab, dasturxon atrofiga o'rlashtirib, rizqlantirding. Yo'q bo'lsa qaqshimiding, bor bo'lsa buzib chashmiding. Sen bor yerda barakat bor ekan. Ana bor uyda farishtalar bo'ladi, barakat yog'idi desa, bilmabdi ekanman. Canım ana, xushpuroq gullar echilgan, yap-yeshil gulchimanlar o'rab turgan jannat sening mangulik o'rning bo'lg'ay. Chunki sen yeshillikni, go'zallikni, tabiatni qo'ymi yaxshi ko'ratding ana. Tabiatdan huzurlanishni bilatding ana. Nidoliq, faryodim ichimdan o'qchib chiqyapti. 1993 yılı oktyabr aylarida anam Xinjiang Tibbiy Universiteti 1-doktorxonasining ishki ajratma bölümünde davolandı. Bu dal anamda diabet kesili bayqalgan chaq bo'lib, doktor Xurshida Hojim davolavatdi. Shu kunlarda do'stim Munira bilan anamning yotiqiga kirsak, u yo'q.
Yataqdagilar anamning aylanib kiray deb sirtqa chiqib ketganiga birer soatcha bo'lganligini aytdi. Biz izlab sirtqa chiqdik. Bu bölüm Rus fasonidagi asti taxtayliq C shakllik 2 qavatlik bino bo'lib, binoning oldi ham yon tarafi baraqsan daraxtlar bilan qoplangan edi. Anamning mushundaq dal daraxtlik bo'ston ichida tinch o'tirishni yaxshi ko'rdiganligini bilgachga, shu yerdan topimiz deb o'dilib chiqdik. Anam binoning yon tarafidagi daraxtlikda o'rindiqda yolg'iz o'tiribdi. Yiroqdan anamni ko'rib udul keldik. Qadamim ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Anamga qarab, xuddi muvaffaqiyatlik sızilgan may bo'yoq rasmga qarayotgandek havaslanib turib ketdim. Oktyabr oylari bo'lg'achqa sarg'aygan daraxt yo'pirmoqlari bas-basta tushib atgan bo'lib, anammi qozonlar arsida. O'rindiq ustiga tushgan qozonlar ustida o'tirgan edi. O'ttira bo'y anam o'rindiqqa yo'linib, qo'llarini bir-birining ustiga qo'yib, osmonga, daraxt yo'pirmoqlarga qarab o'ltiradi. Bu manzara menga boshqacha go'zal ko'rinib ketdi. Suratga tortib olg'im keldi. Afsus, u chaqda yanimda foto apparat yo'q edi. Qarg'ina onamning o'ltirishiga xuddi go'zal may bo'yoq rasmidek. Onam tabiatni pek yaxshi ko'rdi jumu. G'azonlardan hozirlanishni biladi. Dedim do'stim Muniraga. Orqadan "Ha, sili doktor degandek harakat qilmay, yana o'ltiryapti-ku xenin?" dedim onamga chaqchaq qilib. Onam bizni yana o'ltirishga taklif qildi. Do'stim bilan hol ahvol so'rashgandan keyin qaranglar, daraxt yo'pirmoqlarga gohilari qizg'ush, gohilari sus seriq, gohilari qurib ketgan seriq yo'pirmoq. Nima degan chiroyliq. Hamma faslning bir go'zalligi bor jumu. Sizmi mushundaq oltin rang ko'zda tug'ilgan edingiz. Bu g'azonlar ko'zda tushgani bilan yozda yana chiqadi. Allah dunyoda hech nimani keraksiz yaratmagan. Bu g'azonlarni qo'y kalalar yeydi. Qilib qolganlarni yana shu daraxtning tubiga singib o'g'it bo'ladi. Әмділа көкіріп атқан дәрәқ yo'pirmoqlarga qarasa, odamning ko'ngli ko'tarilib qoladi. Umid paydo bo'lgandek bo'ladi. Mana shu yo'pirmoqlar sarg'ayib tushib tugaydi. Odamning hayotimi xuddi shuningdek. Sizlar yosh yo'pirmoqlarga, biz sarg'ayib atgan mushu yo'pirmoqlarga o'xshaymiz, dedi. Bu so'zlarni qaysi kitobdan o'qiding, ana? Dedim anamning sal muңlanib qolganligini his qilib. Kitobdan o'qimadim balam. Bu degan amaliyat. Yoshliqim, posholiqim har tarafdan gul kelur desa, nima deydi ekan deb ekanmiz. Yoshliqida odam nurg'un narsaning qadriga yetmaydi ekan. Qo'ldan ketganda deb qoladi ekan. Bizni ko'rib, yoshliqingni aslab hasratlanib ana. Yoshliqingni menga ko'chirib qo'yding-ku. Qarasam, seni tortibdiman. Hamma mijozing menda bor ekan. Yoshliqimga chidamay emas, salomatligimni asirmaganimga pushaymon qilyapman. Rahmatlik anam, tug'utliq vaqtingda qo'lingni sovuq suvga tiqma desa anglamay, sovuq suvda kir yuyib, issiqning kaynidan sovuq yema, tishingda ushki chaqma desa unamay chiqib, mana amdilikda tishlarimdan ayrilyapman. Ras ana, qosh kirpik tushib ketsa, yana qayta chiqadi ekan. Mushu tish tushib ketsa, ajab chiqmaydi ekan, ha? Ha, hargiz chiqmaydi. Oltin tillardan, esil sadafdan salsimi, yana o'zining tishidek bo'lmaydi. Bumi xuddi ko'ngilga o'xshaydi. Suvga salsang, suv ko'tirmas misqal to'mirni, oltin berib ilib bo'lmas yongan ko'ngilni degandek, ko'ngilmi bir ishdan, biror kimdan qolsa, hargiz asliga kelmaydi.
Xuddi tushib ketgan chish qayta chiqmagandek, dars ketgan piyoladek ko'ngilni g'ash qilg'ini qilgan. Qara ana, yo'lning ikki qasniqidagi daraxtlarga, ularning usti tarafi ajab bir-biriga tortishgandek bara-bara giralishib ketadi ekan. Bek chiroyli ko'rindi ekan. O'tirsi xiyobonlik yo'q. Anam bir pas jimib ketgandan keyin dunyoda hamma nimaning yiltizi bo'ladi. Yiltizi cho'nqirlagan sari yetilgan daraxtdek mustahkamlanadi. Yiltizi ojiz narsa bo'ron chapqonga bardoshlik bera olmaydi. Yo'lning ikki qasniqidagi bu daraxt shoxlarining giralishib ketishi oldi bilan yiltizining bir-biri bilan giralishib ketgandan bo'lgan. Yiltizi birlashgan daraxtlar hamon birlashadi. Odamlarmi xuddi shunda. Yiltizi bir tuqqanlar uchrashsa, o'zlari tonishmasimi, yurak tonaydi. Ko'zi tonaydi. Chunki ularning yiltizi bir, xuddi mushu daraxtlardek. Paraxot, ay, ketdimi nima? Ayaga yana bir paraxot ketdi. Qo'ymdan odammi yo'q, yaxshi o'qiyotdim men. Davomlashtiraylik. Anamning bu so'zlarini do'stim Munira toki bugungacha hayronlik ham havas bilan aslaydi. Ayaga yana bir ajab yaxshi ketadi ekan. Evet, jimjitligimizni buzmasin deyman. Çok yaxshi ketdi. Tinch yaka bir odamda yo'q. Shunchalik chiroyli, shunchalik go'zal. Shundoq go'zal yerda sizlarga shundoq esil asarni o'qib berayotganligimdan to'liq xursandman. Bakmi xursandman. Ma bölümni tügüteydik. Aradan bir neçə yıl ötüb, anam dostum Munira'nın toyuğa qız qoldaş boladiganligimni anglab, dostumni quchoqlab toyini tabrikledi. Bir neçə gün ötgandan keyin dostum bilan toy ko'ngliki ham qoldash ko'ngliki ijara alg'ili borganimizni, mening boshqalar kiyib qo'ygan har xil puroqlar sinib ketgan ko'nglakni kiygim kelmay qaytib kelganligimni anamga so'zlab berdim. Toy ko'nglakni ayrim setib elib yoki bo'lmasa tiktirib kiyib, keyin xotira qilib saqlab qo'ysa, kelgusida qizi bo'lsa kiyidi, ahamiyatli bo'ladi. Siz shunday qiling. Qo'ldash bo'lgandan keyin atlas ko'nglakni o'zgacha tiktirib, beshingizga do'p kiying, dedi anam. U yili Parij aqsonaklari kiydiganda keng etakli ko'nglak kiyish moda edi. Shundaqdimi anamning taklifi bilan bu to'yda atlas ko'nglak bilan gilam do'p kiydim. Bu kiyimim boshqalarga ancha yiqib ketmadi. Voy tova, qo'ldash degan murosim ko'ngliga kiymamdi. Darhol ko'nglak akilib almashtirayli, deyishib qarshiga uchrab ketdim. Qizlarning og'izlarini purishtirib, ko'nglikimni masxara qilishlari hozirqadek esimda turibdi. Shu chaqda meningmi johilligim tutib, atlas ko'nglikimni hargiz almashtirmayman. Qiz qo'ldash bo'lmasam bo'lmaymanki, ko'nglikimni almashtirmayman, dedim. To'y bo'lgan do'stim meni qo'lladi. To'y tugab, kechda qaytib kelib, anamga bu ishlarni so'zlab berdim. Almashtirmoqingiz yaxshi bo'pti. Hamma odamning bir xosligi bo'lishi kerak.
bir kunlar keladi. Bu atlasmi talashib qoladigan, eng esil so'rinlarga e'tiborlanib keladigan bo'ladi. Hamma narsa bir aziz, bir xor. Atlasku xor bo'lib qolgani yo'q. Shundaqdimi bugünkidek atlas kiyamdi deganning o'rniga atlas kiyaylichu deyishadigan chaqlar keladi. Taraqqiyotmi ko'nidan ayrila olmaydi, dedi anam va mushu haqda bir maqola yozib qo'ying, dedi. Men xo'rlangan atlas ko'nglak deb bir maqola yozib, dadam ham anamga o'qib berdim. Dadam buni anglab, men kichik chaqlarimda xonimlar atlas ko'nglak kiyib to'yga boradigan. Yipakni bak e'tiborlab kiyishatdi. To'yliqqa atlas ko'nglak, shoy durdun, tovar, yipak kimxob, jiyak qadoq do'ppa, qomi do'ppa salatdi. Xemirni o'rdi pishirib, atlas ko'nglaklarni, do'ppalarni tozalaganda ko'rganman, dedi. Xo'rlangan atlas ko'nglak demay, xo'rsingan atlas ko'nglakdan, dedi anam. Shunday qilib, bu maqolam Şinjan Yoshlar jurnalida e'lon qilindi. Ham atlas ko'nglak va do'ppi kiyib to'y qiz bilan tushgan suratimizmi qo'shib berildi. Yana o yillardan keyin anam aytgandek atlas qizg'inligi ko'tarilib, to'ylarda ham murosimlarda atlas kiyish moda bo'lib ketdi. Meni basqir qilgan do'stlarimmi ham kiydi. Bu ishlarni aslab onalar qandoq aqlli deb o'ylayman. Ular ko'p ishlarni ko'rgan, beshidan issiq sovuq ko'p o'tgan bo'lg'ashqimikin, hamma ishlarga dona taklif beradi ekan. Hargiz xato so'zlamaydi ekan. Lekin biz yana anglamaydi ekanmiz. Aslida turmushimizdagi Xizr ham farishtalar bizning shu aqlli ota-onalarimiz ekan. Rahmatlik dadam yo'ldagi shox-shumba o'tinlarni terib uyga akelatdi. O'tinning uvuqi nonning uvuqidek ulug' deydi. Hozir o'ylasam, cho'nglarning o'tinning uvuqidek qadrlishi, zoyi qilmaslik muhit asrash uchun ekan. Bizning uyda o'g'il navrining kaynidan 2 qiz navri tug'ildi. Rahmatlik opam qizlarni beqish o'g'illarga o'xshamaydi deb bir muncha tarbiyalarni o'rgatdi. Qizlarni nozik tabiatlik cho'ng qilish kerak. Qizlarni shariatga moyil qilib tarbiyalanglar. Onaning ko'ziga qarab ish qiladigan bo'lsin. Sezgur, chaqqan, nozik bo'lsin. O'g'illardek harakati qo'pol bo'lib qolmasin. Qiz bola degan oz gap qilish kerak. Qiz bola degan atdigan turish kerak. Qiz bola degan pokiz bo'lish kerak degandek tarbiyalarni ko'p qiladi. Qattiq talab qo'yadi. Kichik chaqlarimizda onam uyga mehmon kelsa, hamma tayyorlikni qilib berib, o'zi mehmon bilan o'tiradi. Bizni ko'z ishorati bilan ishga buyurdi. Chaynakda choy tugigan bo'lsa, bizga qarab chaynakning og'zini ichib, yeb qo'yadi. Tamoq akramlar demoqchi bo'lsa, ajab quruq choyga zo'rlab berdim deb eshik tarafga qarab qo'yadi. Biz buni tushunib darhol tamoq akratdi. Keyin chet elga chiqib, oliy mehmon saroylarida kutuvchilarning dal mana mushundoq shartlik belgi bilan mulozimat qiladiganligini ko'rib, anam esimga keldi. Chaynakda choy tugisa, mulozim choy deb to'g'lamay, chaynakning og'zini qiyo yepib qo'yadiganini ko'rdi. Mulozimlar buni ko'rib, darhol choy akiladi ekan. Tamoq yeyishdan to'xtasa, velki qo'shiqni taqsimning ichiga udul qilib qo'yib qo'ydi ekan. Buni ko'rib, ularga tamoq selinmaydi ekan. Mana bu inchga halqalarmi aslida insonlarga o'rtaq ekan. Anam ketdi. Anamning talay so'zi yuragimda quloq tugunib qoldi. Anamning hayotga, turmushga, muhabbatga ta'biri o'zgacha edi. Bu dunyodan hamon ketadiganligimizni, hammamizning o'limdan iborat bu haqiqatni cho'qim qabul qilishimiz kerakligini takror so'zlaydi. Bu so'zlar menga zodi yoqmaydi.
Şu sözden beşi çıkıp bolğuça kapı bolup gepini üzüp ettim. Ölümden, yık zarıdan şunda korkattım. Öş bolman giriptar bolarsız, məftun bolman juda bolarsız degan söz to'g'ri ekan. Yaş yopurmak davrimda dadamdan, anamdan ayrıldım. Ah hayat. Endiki bu hayatımda ölümden mi hiç korkuşum yok. Barsam dadam, anamның qishig'a boraman. Bu dünya bir qonalg'u. İnsan hatta bu qonalg'uda qanchalik turishini mu bilishga qodir emas. Bu can bizga berilgan bir omonat ekan. Omonatni egasiga qaytarish kerak albatta. Lekin qachon qaytarishimizni mangu bilmaymiz. Can egasiga lozim bo'lib, yenimizga kelganda hatto ichayotgan chayimizni mu bir o'tlashga ulgurmaydi ekanmiz. Yuragimizdagi biror ig'iz so'zni mu qilishga ulgurmaydi ekanmiz. Ma'qul amsa, bugun o'shanchalik o'qib beray. Shu qadar güzel manzarada bu bölümni o'qib berganimdan bakmi xursandman. O dunyoga bizdan vaqtsiz ayrilib ketgan mehribon onalarimiz jannatda nurlar ichida bo'lsin. Bu dunyodagi onalarimizga salomatlik, xotirjamliklar bo'lsin. Ma'qul amsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'laylik. Sular yana üstüge çıkışa başladı. Kelanglar. Yine sapı koymak çıkma. Wow. Şunçilik rahat. Özüm suğu etikte yandı.